Agar bir narsa so'rasam, ko'nglingiz og'rimaydimi? Yo'q, bemalol aka. Qanday oilangiz bilan qanday kun kechiryapsiz? Aka shu TikTokka kirganimga bir 5 oy to'y bo'ldi shu TikTokdan aka. Undan oldin shu pensiya edi. Pensiyangiz qancha? Pensiya 1 million aka. Ayolim ham ikkinchi guruhga. Ayolim ham pensiya oladi. Ayolingiz ham nogironmi? Ha. Ikkalamiz ham guruhda aka. Rahmat. Pensiya qancha chiqadi aka? Yaxshi chiqadimi pensiya? Menga 1 million, xotinim 900 ming oladi aka. 1 million 900 ming. Akajonim, bu tomonga o'ring akam. Bitta manitangiz bo'lsa ham shu akamga o'ring. Meni rizqimda ham shu akamga o'ringlar. Men mehrim tushdi bu insonga. Yaxshi. Rahmat. Aka 1 million 900 ga yetish ketmaydi bir oyga aka. Endi shu aka orada qiynalib qoldim, shu TikTokka kirib ketdim aka. Keyin iloji yo'q, men TikTokda yaxshi insonlar ko'p, akalar ko'p kelib bir sog'ib turadi, shu bir ikki so'm bo'lib turibdi aka. Allohga shukr. Mana bu sizning rizqingiz uchun bir raund. Endi ikkinchi raund oilangizning rizqi uchun. Mayli, Xudo bersin. Mashakalarimiz duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Mashakalarimiz ko'tadi aka. Ko'tadi. Rahmat. Kunlaring sog' bo'lsin, jonlaring sog' bo'lsin. Og'ajonlar bir qo'yinglar shu akamda, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bir qo'llanglar. Oilasi ham nogiron ekan, o'g'il. Oilasi ham nogiron ekan. Rahmat, ammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat akalar. Qo'llaringiz orqali tashlasanglar, mana sovg'alar orqali ichib oladi. Yaxshilik bo'ladi, odamdan yaxshilik bo'ladi. Onasining chin dunyoga boramiz bir kun. Xoh bugun bo'lsin, xoh bir yildan keyin bo'lsin, xoh qachondir chin dunyoga boramiz. Bir yaxshilik qilibmiz-da, qilsak qilibmiz. Bir yordam qilinglar. Akalar, menga uraman degan sovg'alaring bo'lsa ham shu akamga uringlar. Bir yordam qilinglar, oilasi uchun ham bir xursand qilinglar. Jonlaring sog' bo'lsin. Yaxshi insonsizlar hammalaring. Rahmat. Dunyo turguncha turinglar. Rahmat. Rahmat Sardor aka, boringizga shukr aka. Umringiz uzoq bo'lsin aka. Joningiz sog' bo'lsin. Qo'llagan har bitta insonlarga rahmat. O'zlaringni orttirib, qarindosh urug'imiz bo'lmasa ham shu TikTokda qo'llayapsizlar. Dunyo turguncha turinglar. Bizning Samarqand aka, hamma tashagan akalar, Alloh rozi bo'lsin. Akajonim, xursandmisiz? Xursandman aka, borlaringiz